5 yanvar haftani dushanba kuni. Hammaga assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatayotgan Chorva Toshkent YouTube, Instagram kanalimiz a'zolari. Biza Toshkent tumani. Bu nima deylardi aka? O'rta Chirchiq. O'rta Chirchiq. Kichik fabrika. Rohatda. Hop, rohatdan bir 15 kilometrcha kelgandan keyin O'rta Saroydan o'tib, mana shu Qorasuvga qarab buriladi. Qorasuv kichik fabrika. Aha. Bektemir postdan 15 kilometr. Aha, xullas shu adresdan o'rtoqlar sizlarga bugun to'rbosh yaxshi sifatli tayyor qochma g'unajillarni savdoga qo'yamiz. Hozir 3tasini bu yoqqa boyladik, bittasi sig'may qoldi, nariyoqqa boylab qo'ydik. Hozir ularni chiroyli qilib obzorlarini qilganimizdan keyin o'sha 4-sini ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana o'rtoqlar, assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Rahmat va alaykum assalom. O'rtoqlar, dehqon egalaridan bularniki tirikchilik emas, olib kelmashdi. Shu 5-6 oydan beri boqib nima desa bo'ladi, mana shu yetiltirib, sekin-sekin yetiltirib deganda bo'g'oz emas bular, qochishga tayyor. Shu kichkinaroq paytida olib kelingan, endi chiroyli qilib mana qochishga tayyor qilib xalqqa sotamiz deyaptilar. Qochgani yo'q aka bularnichida? Yo'q, hali qochmadi. Qochgani yo'q-chi. Aha. Xo'p. Bular ma'lumotlari qanaqa aka? Yosh qanaqa, zotlari qanaqa? Mana mashinasidan boshlaydi, ma'musini juda orqalari, korobkalari boshqacha narsa ekan. 1 yoshdan oshdi bu, 1 yosh 2 oylik bo'ldi. 1 yoshdan oshdi? Ha. Bolalar qaniydi? Kallasini sal charigi. Igor. Mana shu o'zi sal. Unda orqaga haydab turing. Kallasiniroq yaxshilab ko'rish. Galava chut-chut. O'teti. O'rtoqlar, bu yoqqa surgin kallasini. Haydab. Orqalar yerlariga bitta ahamiyat berasizlar. Orqa korobkalari juda zo'r narsa ekan. Hop, bo'yini примерно aytib o'tib ketaman. 1.25, 1.30 ga yetib bormaydi, 1.25 nari bersizlar. Annaqani olib chiq, metr olib chiq, metr bilan o'lchab olamiz. Ha, metr olib chiq. Hop, shunda 1 yoshdan oshgan aka? Ha, 1 yoshdan oshdi. O'rtoqlar, bu uje bir marta kuylab o'tibdi. Hozir men orqasidan ham ko'rsa bo'larkan, uje orqasidan kila ham kelib turibdi. Qachon kuyladi aka bu? Bugun mana orqasi mana. Uje kuylabdi bu. Bugun ha. Uje qo'yib yuborsa ham bo'ladi, uje yoshiga yetdi bu. Yoshdan o'tdi. Tayyor. Mabodo qochirib sigir qilamiz degan akalarga. Bu ma'lumot qanaqa aka buni? Qayerdan chiqqan, qanaqa, nima? Gibrid, Galishtenga urug' qo'yilgan. Bu qo'shnidan olgan edim buni buzorligida. Mana shu yoshligida olgansiz-da? Ha, yoshligida olganman. Mana shu yonimdagi qo'shnimdan olganman. Aha. Onasi 25 Galishtenga rossiyskiy gibrid-a? Ha. Aha. Qo'yilgan. Shoxi bormikan? Yo'q, to'qol. To'qol-a? To'qol. O'rtoqlar, men Tug'ma to'qol. uzunligiga bitta ahamiyat berasizlar. Bunaqasiga juda ham cho'ziq narsa ekan. Mana qaranglar, kastasini. Oyoqlari ham baquvvat, orqalari ham tikka. Endi mana bu joyimiz unaqa keng emas-da, shuning uchun bor holatida chiqarib berilyapti. Mana orqa bo'ksalariga ahamiyat berasizlar. Narxlarni ham shu zo'r narxdan qilib beraman deb aytibdilar. Bistro to'ka. Igor. Xudo xolisa. Begi. Kassasiga bahoni beraverasizlar. Aka, nechta narx qo'yamiz bunga? Quyuq suyug'iga 19,5 dan so'raymiz. Quyuq suyu aralashiga? Ha. 19,5 milliondan. Mana o'rtoqlar, qayerda chiqyapti mana shunaqa variantlardan. Chorva Toshkent YouTube, Instagram kanallarimizga obuna bo'lib qo'yib, mana shunaqa sifatli mollarni yengil narxda olib baraka topishingiz mumkin bo'ladi. 19,5 million, 20 million, 22 million narx aytilmayapti. Kami ham bor 19,5 million. Ha, bir joyga bo'lsa kelishib, savdosini qilamiz. Xayri bor hammasini. Endi buni olib buzorligida olgansiz, kichkinaligida pul yengil qilib olingan, endi boqib mehnatini qildingiz. Ha, bu. Shuning uchun yengil qilib sotasiz ham. Xudo xolis. Bular ham kuylaganmi? Bular ham kuylab o'tib mana shunaqa, lekin buqa qo'ymadim. Men yaxshi anaqa, men buqalarim ichida yaxshisi bo'lmagani uchun qo'ymadim. Ha, bu yerda jaydari. Endi oladigan odam o'zi jaydari buqalar ekan, bu yerda endi ani yaxshi sifatli buqa boqadigan akalarimiz bo'lsa, o'zingizlar olib tayyor. Bular уже qochishga tayyor-da, to'g'rimi? Ha. Mana ostlarini qaranglar. Men buni bo'g'ozni o'ylayman, yililarni qaranglar. Voy jonivor, hozir boshqatdan yaxshilab bitta ko'rsatib bering. Oldin mashina yaxshilab bitta ko'rsatib bering sizlarga. Mol uzunligi bitta bahoni berasizlar. Oyoqlar baquvvat. Mana. Alohida ham shunaqa narxmi yo farqi bormi narxida, aka? Mana alohida ham gaplashamiz. Mana shunaqa narx so'rayapman. Endi kelishtirib qo'shilib ketmaydi ustiga. Yo'q, xayrini qilib, chiroyli qilib beramiz. Bitta mana molingiz yoqdi desa,
Bunisi 2 million balandroq yo'q bo'lmaydi. Shu 19,5 nari berishdi kelishini. Ha. Endi hammada ham to'rttasini bir joyda olishga sharoit bo'lmasligi Ha, yo'q kelishamiz. Muammo Donaga ham yo'q, kelishamiz. Bilasizlar, ani oldi qochdi narsalarni chiqaravermaymiz. Realniy mana shu olib tashab qo'yishlik uchun zo'r variantlar. Xudo xolisa. 19,5 milliondan. Xo'p, bunisi bu ham hamcha 1 yosh bo'lib qolgan o'sha. Ha, bu ham shu 1 yoshdan oshyapti. Hali hech qaysini tishi yormagan. Andijonlik akalarimiz so'rashyapti. Shved yo'qmi, shved yo'qmi? Shvedga rossiyskiy chatishganmi? Shunaqa variant adashmasam. Rossiyskiy shved chatishgan mana. Ha, qaranglar. Orqa oldi ko'rib olishsin mana. Mana qaranglar. Bu yemga tashashga ham yaxshi-ku, menimcha aka, mabodo endi agar zotga taqilsa, ular lekin sifati yaxshi, iloji bo'lsa sigir qiladigan odamlar olsa, sigir qiladigan odam olsa, yemlagandan ko'ra sigirar osti ham boshqa narsa-da bu. Mana qaranglar. Lekin qochmagan. Yo'q. Aniq qochmaganligi aniq. Aniq 100%, hammasiga 100% qochmagan hali. O'rtoqlar, agar bu yerda 1-2 oy oldin kelgan mollar bo'lganda, bu 50 bo'ladi. Buni kamida 4-5 necha oy dedingiz? Eng kami 7 oydan bir turibdi, eng kam turgan mol. 7 oydan beri boqayotgan ekanlar mana shu mollarni. Qochgan bo'lganda уже ma'lum bo'lardi, lekin hali qochmagan. Hali qochmagan onajilarning ostilarini qaranglar, oldilari. Nelingan gap yo'q. Mana. Yur jonivor. 19,5 million so'm. Bunisi ham. Bunisiga endi bitta baho berasizlar. To'poloncha ozgina bu yoqqa bu yurib bezoda bo'lib turibdi. Hoy. Buni orqaga qaytarib yuboramiz. Bo'ladi. O'rtoqlar, endi bunisiga bitta bahoni berasizlar. Qani, shuni silab turing aka. Mana ostilari buni. Voy, jonivor, mana qaranglar, gap yo'q. Buni ko'rgan odam shu to'royli bo'g'ozmi deb o'ylaydi, mana qaranglar. Qani, sal aniqlaydi. Mana yuvosh yana. Voy, jonivor. Ha, 4 ta yilni ushasa ham mana. Bunisi ham 19,5. Mana. Mollarni yedishsa muammo yo'q-a? Umuman. Keyin akibda savol muammo yo'q. Oqsil bo'lmadimi mollar? Yo'q. Hamma bo'lmadi. Yo'q, vaksina hamma narsasi qilib qo'yilgan mollar. Vaksinalar ha, hammasi qilib qo'yilgan. Tuyoqlarga ham ahamiyat berasizlar. Mollarning ichidan oqsildan chiqqan mollar yo'q. Chiqqan bo'lsa chiqqan deb aytiladi, lekin bu yerda men oqsil mol ko'rmadim. Hech qaysi oqsil bo'lmagan, hammasi vaksinalari qilib, tayyor qilib qo'yilgan mol. Mana jonivor. Hop, 4-inchisi ham o'zini holatiga boshqacha narsa ekan. Qorasiga ishqoz akalarim uchun. To'xta, darozdan olib turib cho'chyapti. Hop. Buni bo'yi sal cho'zg'roq ekan. Mashina mana metrdan qo'rqmasmikin? Yo'q. Qanicha? Mana qashlab. Sekin mana. Buru oldi 24, 23. To'g'rimi? Shunaqa? Ha, 23, 24. Nari bersa. Orqasi? Bu yotib ham turibdi-da mol. Ha, sal cho'chigan uchun o'zini yig'ib turibdi azgina. Sal yerga qo'ydik. 1.30 bo'lib ketadi orqasi. 1.30 bo'ldi. 1.30. Xo'p. O'rtoqlar, molni tikkaligiga, uzunligiga bitta bahoni berasizlar. Mana qaranglar, kallalar. O'zini holatiga ham bu ham zo'r narsa ekan. Endi bu yoqqa tashqariga olib chiqib yetaylar. Mashitda yotganda faqat molxonamizda. 1.27, 1.28 dan mollarni bo'yi. Ha, shunaqa chiqyaptimi? Ha. 1.27 tortilmagan, o'lchanmagan edi mana. Ha, 1.28, mana 1.30, xullas 1.25 dan 1.30 gacha desa ham bo'lar ekan. Ha. Bo'ldi. Bunisi ham shunaqa, 19,5. Ha. Kami bor. 4 talasi bir joyda. Mana. Ozgina bu yoqqa olib chiqib yetaylanmagan uchun nima qilib turibdi. O'zi rosa buqay qo'yiladigan. Bu ham Shveddan tug'ilgan, onasi Shved uni ham. Shved-a? Messi buqa sakragan faqat. Ha, Messiga Shved gibrid. Ha, gibrid bu. Bu hali yana buqay qo'ygandan keyin o'sib ketsa kerak. Ha, bu o'sib ketadi, xudo xolisa. Yo, shu hali tishi bizmagan moldan deb. Ha, tishi bizmagan-a? Yo'q. Ha, buzoq ekan hali o'rtoqlar uni. O'zi mana endi kuylashni boshladi-da bular. Endi tayyor tishi bizishga. O'sha bu yilga sigir bo'ladi deb Ha, xudo xolisa. Shu kunlarda qochsa, mana. Hammasi o'zini holatiga zo'r narsalar. 4 talasini ham yedishsizlar, salomatligi hech qanaqa muammo yo'q deyaptilar. Lekin 4 tasini bir joydan bosadigan joyi, ya'ni birini biridan ko'yinni xafa qilmasdan, hammasi o'zini holatiga zo'r narsalar. Shoxlar ham joy-joyida ekanda. Tuyoqlar o'sib ketmagan.
Hop, pastda nomerlarni qoldirib ketamiz. 90 nechi edi aka? 97lik. 97lik 772 772 33 32. 33 32 telefonga aloqaga chiqasizlar. Telegram bor mana shu nomerda. Bor, hamma narsa bor. WhatsApp, Telegram. hamma Telegramdan narsa. aloqaga chiqsanglar, Nobodoga men alohida hozir Instagramga video qo'ya olaman. O'shani o'zlariga ham tashab qo'yaman. Nobodo Telegramdan ko'rmoqchi edi, videolarni tashab ber degan akalarimiz bo'lsa, o'zlaridan so'rasanglar, Telegramdan tashab ham berilaveradi. Mollar lekin kichkina mollar emas. Kelib ko'zinglar bilan ko'rib olishinglarni tavsiya qilaman. Endi dastavkasini hozir nima qilsak bo'ladi aka? Siz unaqa ko'p chiqarib yurmagansiz uydan. Dastavka masalalari Kelishamiz, nimadir qilamiz, ilojini toparmiz, dastavka qilib berish telefon kerak qilib, bo'lsa. agar misol uchun zaklad tashab beramiz, mana shu mol menga ma'qul qaysi birdir desa, mashina hal bo'lguncha bir kun, yarim kun nari berishga qo'yib beraverasiz. Ha, xudo xolis. Misol uchun Zaklad mana tashab bugun berish, barakamiz, o'sha bugun topib. olib chiqib ket degan narsa bo'lmaydi. Yo'q, qo'yib Bir kun, beramiz. yarim kun nari Ha, berishga ha, kelishinadi. Bo'ladi. Xudo xolisa. O'rtoqlar, onlayn savdo qiladiganlarga ham mana men hozir mollarni hamma to'rtta tomondan hamma yog'ini ko'rib, keyin obzorga chiqarilyapti. Onlayn savdo qilayotganlar ham yutqizib qo'ymaysizlar. Primerli, nima desa bo'ladi, bo'yini o'zingiz uchun chamalab ko'rib olsanglar bo'ldi. Mollarni yedish, salomatliklari hammasi yaxshi ekan. Bemalol qo'rqmasdan, cho'chimasdan onlayn savdo qilib olishingiz ham mumkin. Birontasini ichida yelini o'xshamagani yo'q. Mana shu dash bo'g'ozga ham o'xshaydi, lekin bo'g'oz emas. Mana qarang. Endi bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Kelishilnada qolgan aka. Xudo xolisa, nasib qilsa. Salomat bo'linglar o'rtoqlar.